Assalomu alaykum. Mana xudo xolasa Andijon viloyati Xo'jaobodga yetib keldik. Lentishni pilarama topshirish jarayonini boshladik mana egalariga. Xo'sh, tiko motorli deyiladi. Benzinga yuradigan lentishli ko'chma pilarama. Birinchi ishlarimizni boshlab mana yog'ochlarimizni qo'yib kesishni boshladik. Hozir Shukr akamni adashdan iltimos qilamiz, syomka qilib tursa, kesib ko'rsatib beraman o'zim birinchisini. Syomka qilib turasizda? Ha, gapirgan to'g'ri bir maqsad. Bunda panoramalarimiz hozir bitdi, dastlabki qildik. Xudo xolasa olib keldik. Egalariga topshiryapmiz. Topshirish jarayoni. Zo'r ketdi. Bunday qilib olamda faqat. Ha, shunday olaman. Xullas, kimga mana shunaqa stanovlar kerak bo'lsa, bemalol mana shu ekran tagidagi raqamga murojaat qilaverasizlar-da. Mana shu evakuatorni shopiri mana. Evakuator kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. 101 mana. Mana. Akalar to'sin qilishar ekan, shu ikkita yonini olinyapti faqatgina. Bu qolganlari nima bo'lar ekan? Mana shu teraklardan kesib ko'rsatiladi, xudo xolasa.